Binafsha shu'lasi. Ikkinchi kitob. Usoma Muslim. Ta'til. Kech kirdi. Kechki ovqatdan keyin Rozi uyiga qaytmoqchi bo'lganida bolakay Roziga yopishib oldi. Rozi uni o'zi bilan uyiga olib chiqdi. Rozi eshikni ochgan zahoti Vohid ichkariga chopib kirib, yugurgancha bo'm-bo'sh xonalarga birin-ketin to'xtovsiz kirib chiqa boshladi. Rozi uning sumkasini ko'tarib, jilmayib uni tomosha qilib turdi. Vohid qancha yugursa ham maza qilib o'ynasin deb to'xtatmadi. Vaqt allamahal bo'lgach, Rozining uyqusi keldi. U Vohidni chaqirib ham o'tirmay, indamay zinadan tepa qavatga chiqa boshladi. Shunda Vohid uning ortidan ergashib, uni quvib o'tdi. Tepa qavatga chiqib olib, pastga qarab shiringina jilmaydi. Uxlash. Rozi zinadan asta ko'tarilar ekan, kulib yubordi. Ha, uxlash kerak endi. Rozi xonasining eshigini ochishi bilan Vohid ichkariga yugurib kirib, xona ichida u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Bu orada Rozi to'shagining yonida yerda turgan choynakni olib, dori ichish uchun piyola suv quydi. Vohid buni ko'rib, yugurib keldi-da, qo'llarini ko'tarib, suv ichmoqchi bo'lganini bildirdi. Rozi jilmayib, piyolani unga uzatdi. Vohid yuguraverib, rosa chanqagan ekan. Suvni yutoqib ichdi. So'ng piyolani Vohidga uzatdi. Rahmat. Rozi piyolaga yana suv quyib so'radi. Yanami? Bolakay boshini chayqab, yo'q deb ishora qildi. Rozi boshini orqaga tashlab, og'ziga 2 ta dori soldi. So'ng piyolani bir deganda ko'tarib, dorini ichib yubordi. Vohid hayron bo'ldi. Kasal? Rozi jilmayib, to'shagning chetiga o'tirdi. Piyolani chetroqqa qo'ydi. Yo'q. Vohid kulib yubordi. Onamga o'xshab kasalsiz. Rozi birdan mag'zin tortib, sekingina ha deb qo'ydi. Shu payt bolakay birdan Rozining ustiga sakradi. Ikkovi to'shakka yiqilishdi. Boshlarini Maryamning muattar ifori singib ketgan yostiqqa qo'yib, bir-biriga qarab yotishdi. Rozi Vohidning yuziga qarab, unda Maryamning siymosini ko'rgan sari ich-ichidan alamli og'riq his qilardi. Maryamning ifori esa ularni qamrab, go'yo u ham shu yerda, seviklilarning yonidadek tuyulardi. Vohid uning ko'zlaridagi dardni payqagandek, qo'lni cho'zib uning ko'zlarini berkitdi. Uxlash. Rozi kulimsiradi. Ha, uxlash kerak. Odatdagidek Rozi erta uyg'ondi. U ishga ketishidan 2 soat oldin uyg'onardi. Vohid hali ham yonida shiringina uxlab yotibdi. Rozi har kungidek yuvinib chiqdi, yengilgina nonushta tayyorladi. Bir xil hayotga ko'nikib ketganidan uyda sherigi borligi xayolga ham kelmadi. O'zicha Vohid uyg'onaversin, ertalabki ishlarimni bitirib olaman deb o'ylagan edi. Ammo dorisini ichib, ketidan endi qahva ho'plamoqchi edi, to'satdan yuqori qavatdan Vohidning qattiq baqirganini eshitdi. Rozi jon holatda yuqoriga otilib chiqdi. Eshikni ochib qarasa, Vohid yostiqni quchoqlab baqirib yig'layapti. U Rozini ko'rib, uning oldiga yugurib keldi-da, oyog'idan qattiq quchoqlab, o'ksinib yig'lashda davom etdi. Rozi uni anchagacha tinchlantira olmadi. Nihoyat Vohid biroz o'ziga kelgach, ikkovi nonushta qilgan bo'lishdi. Rozi o'zining ham Vohidning ham kiyimlarini, boshqa kerakli narsalarini jomadonga joyladi. Eshikni qulflab, ikkovi ko'chaga chiqishdi. Avtobusga o'tirib, Rozining ishxonasiga borishdi. Rozi Vohidni ko'tarib olib ichkari kirdi. Har doimgidek eshikdagi qo'ng'iroq jiringlagan edi. Vohid yalt etib qarab, qo'ng'iroqqa ishora qildi. Qushcha. Keksa zargar bolani ko'rib hayron ham bo'lmadi. Bu bola kim, o'g'lingmi? Rozi zargarning gapini eshitmaganga olib, yalingan qiyofada so'z boshladi. Men ta'tilga chiqmoqchi edim. Taqinchoq tuzatib o'tirgan zargar masxaromiz ohangda dedi. Ta'til? Qanaqa ta'til? Bu bola kim? Birdan oilali bo'lib qoldingmi? Senga bir kun ham ta'til bermayman. Ta'til yo'q. Ishingni qil, bolani onasiga ber. Men sizdan bir kun ta'til so'rayotganim yo'q.
Bir oy ta'tilga chiqishim kerak. Zargar keskin ohangda javob berdi. Ketsang, ishdan bo'shab ket. Ana keyin qayoqqa borsang boraver. Necha oy yursang yuraver. Bo'pti, maoshimni bering, ketaman. Zargarning battar jahli chiqdi. Hech qanaqa maosh yo'q senga. Rozi qariya bilan tortishib o'tirmadi. Indamay ortiga o'girilib, do'kondan chiqib ketdi. Rozi bolani ko'tarib yo'l chetidan ketar ekan, iyagini uning yelkasiga qo'yib ketayotgan Vohid sekingina dedi. Yomon odam. Yo'q, u yomon emas, shunchaki bechora odam. Rozi bozor yaqinidagi vokzalgacha piyoda borib, yonidagi bor puliga ikkinchi toifali vagonga 2 chipta sotib oldi. Ikkovlan poyezd kelishini kutib o'tirishdi. Vokzalga dam-badam poyezdlar kelib, pishqirib to'xtar. Har safar yo'lga tushayotganida hayqirib signal chalar edi. Vohid esa har safar ko'zlarini yumib, quloqlarini berkitib olardi. Rozi undan so'radi: "Ovozdan qo'rqyapsanmi?" Vohid ko'zlarini quloqlaridan olib, ko'zini ochmay javob berdi: "Qichqiriq." Rozi hayron bo'ldi. Qichqiriq? Bolakay ko'zlarini ochib, poyezddan tushayotgan odamlarni ham qiziqib, ham ajablanib kuzata boshladi. Rozi undan sekingina so'radi: "Poyezdga chiqamizmi?" Vohid indamadi. Ko'zlarini odamlardan uzmay tabassum bilan ha degandek bosh silkidi. "Poyezdga birinchi marta chiqishingmi?" Yuzidan tabassum arimay odamlarni qiziqish bilan kuzatayotgan bolakay yana bosh silkidi. Rozi ham odamlarga tikilgancha dedi: "Men ham birinchi martasiga qo'rqib ketganman, lekin u meni sevgisi bilan tinchlantirgan." Vohid nigohini Roziga o'girib mahzun ohangda dedi: "Onangizmi?" Rozi ro'parasiga termilib javob qaytardi: "Ha, u mening ham onam, ham opam, ham do'stim edi." Vohid hayron bo'ldi. "Qanday?" Shu payt uzoqdan yana hayqiriq eshitildi. Rozi oldida turgan jomadonni olib o'rnidan turdi. "Ketdik. Mana shu kelayotgan poyezd bizniki." Bolakay o'rindiqdan sakrab tushdi-da, ko'zlari bilan poyezdni qidira boshladi. Ammo temir yo'l nihoyasida hech narsa ko'rinmadi. "Qani, qani?" Rozi jomadonni yerga qo'yib, Vohidni yelkasiga mindirdi. "Hov, anavi bug'li bulutni ko'ryapsanmi? O'sha bizning poyezd. U yonyaptimi?" Rozi kulib yubordi. "Bizni sog'ingani uchun, bizni tezroq ko'rish uchun oshiqib yonayotgan bo'lsa kerak-da." Vohid yaqinlashib kelayotgan poyezdga hayrat bilan ko'zlarini katta-katta ochib qaradi. "Rostdanmi?" Rozi uni yerga tushirib, qo'ldan mahkam ushlab oldi. "Albatta, biz bu paytni qachonlardan beri kutdik axir." Ikkovlon poyezdga chiqib, vagonga joylashdi. Vohid deraza yonidagi o'rindiqqa o'tirib, yo'lovchilarni kuzatishda davom etdi. Rozi jomadonni tepaga maxsus joyga joylashtirib, Vohidning yoniga o'tirdi. Poyezd qattiq pishqirib harakatga tushdi. So'ng oxirgi marta hayqirib, manzil tomon yura boshladi. Lekin bu safar Vohid uning ovozidan cho'chimadi, bezovta ham bo'lmadi. Bir necha soat davom etgan yo'ldagi maftunkor manzaralarni tomosha qilib ketishdi. Nihoyat Vohidning ko'zlari yumilib keta boshladi. Rozi uning yelkasidan quchib, boshini bag'riga suyadi. Bolakay birpasda uxlab qoldi. Rozi ham boshini orqaga suyab, Maryam bilan poyezdda o'tkazgan ilk safarini xotirlab o'tirdi. Chiptachi chiptalarni tekshirib o'tib ketganidan keyin uning ham ko'zlari yumilib uxlab qoldi. Poyezd manzilga kech kirganda yetib keldi. Yo'lovchilar yuklarini olib vagonlardan birin-ketin tusha boshlashdi. Rozi ularning shovqin-suronidan uyg'onib ketib yoniga qaradi. Bolakay hali ham uning pinjiga tiqilib uxlab yotibdi. Rozi uni uyg'otib yubormaslikka harakat qilib, boshini yelkasiga qo'yib, quchoqlab o'rnidan turdi. Bir qo'li bilan jomadonni olib vagondan tushdi. Ancha kech bo'lib qolibdi. Rozi atrofga alangladi. Lekin birorta transport ko'rinmadi. U qo'l qovushtirib o'tirgandan ko'ra piyoda yo'lga chiqishni afzal ko'rdi. Qishloqqacha uncha uzoq emas, lekin jomadon og'irgina ekan. Shu qisqagina yo'l ham ancha mashaqqatli bo'ldi. 1 soat to'xtovsiz yurib, oxiri qishloqqa yetib kelishdi. Rozi ham, Vohid ham ancha charchashdi.
Nihoyat Rozi darvoza oldiga kelib, zildek bo'lib ketgan jomadonni yerga qo'ydi. U eshikni taqillatdi. Lekin onasi ha deganda eshikni ochavermadi. Uyning derazasidan ham chiroq yoqilgani ko'rinmas, onasining uyg'oqligini bildiradigan birorta belgi yo'q edi. Rozi eshikni qayta taqillatib, javob bo'lmagach, onam qattiq uxlayotgan bo'lsa kerak degan xulosaga keldi. Biroz o'ylanib turgach, og'ilxonaga kirib, tunni o'sha yerda o'tkazishga qaror qildi. Har holda og'ilxonaning devorlari shifti bor-ku. O'zi bu havoda tashqarida uxlasa ham bo'laveradi, lekin ora-sirada muzdek shabada esib turibdi. Rozi bir qo'li bilan jomadonni ko'tardi-da, dong qotib uxlayotgan Vohidni sal teparoq ko'tarib, yanada mahkamroq quchoqladi. Keyin og'ir qadamlar bilan uyning orqasiga, og'ilxonaga yo'l oldi. Og'ilxona eshigiga yetib kelgach, bolani uyg'otib yubormaslik uchun eshikni oyog'i bilan asta itardi. Ichkariga 1-2 qadam tashladi-yu, turgan joyida taxtadek qotib qoldi. Yerda onasi yotardi. Rozining yuragi muzlab qoldi. Birozdan so'ng Rozi onasining nafas olayotganini sezib qoldi. Shundan keyingina uning yonboshlab yotganiga e'tibor berdi. Ham dahshatdan, ham hayratdan dong qotgan Rozi titrab qaqshab yana 1-2 qadam tashladi. Shundagina onasi erining qabrida yonida uxlab yotganini tushundi. U onasini bezovta qilmaslik uchun eshik tomonga burildi. Endi tashqariga chiqaman deganda ortidan onasining ovozi eshitildi. Qaytibsan-da? Rozi yalt etib ortiga o'girildi. Onasi allaqachon qaddini rostlagan, hissiga suyanib, g'azab to'la ko'zlari bilan unga tikilib turar edi. Yaxshimisiz, oyi? Ona hissasiga suyanib o'g'lining yonidan o'tib ketdi. Ammo unga hatto qiyo boqmadi. Rozi uning ortidan ergashdi. Ona eshik oldiga kelib, qo'ynidan uyning kalitini chiqardi. Rozi uni hayajon bilan kuzatib turar, lekin gapirishga jur'at qila olmasdi. Ona kalitni eshikning qulfiga tiqib buradi. So'ng o'g'liga qarab ham qo'ymay so'radi. Qo'lingdagi bola kim? Maryamning o'g'li. Ona eshikni ochib ichkariga kirdi. Sen unga enaga qilib qo'ydimi? Og'iz ko'pirtirib gapirgan kelajaging shumi? Bizni o'sha shumqadamga yugurdak bo'lish uchun tashlab ketganmiding? Oyi, u olamdan o'tdi. O'tgan odam haqida yomon gapirmaylik. Ona gugurt chaqib chiroqni yoqdi. Nima deyishni o'rgatma menga. O'likmi, tirikmi, menga farqi yo'q. Rozi xonasi tomonga nazar soldi. Xonam ochiqmi? Ona yog'och kursiga o'tirdi. Qochib ketganingdan beri qadamimni bosmaganman. Rozi xonasi tomonga yurib, ichkariga kirdi. Vohidni to'shakka yotqizib, jomadonni chetroqqa qo'ydi. Xonadan chiqib, eshikni sekin yopdi. So'ng chiroqning oldiga borib, devorga suyandi. Oyi, nega meni qiynaysiz? Dunyoda faqat ikkovimiz qoldik-ku. Bir umr xafa bo'lib arazlab o'tasizmi mendan? Hayotimda ko'p narsa o'zgarib ketdi. Ona o'g'lining bo'ynidagi kumush zanjirga ishora qilib piching qildi. Ha, rosa o'zgaribsan. Ahvolingni qara. Xotinlarga o'xshab taqinchoq taqib yuribsan. Bola boqyapsan. O'lgan bo'lsa battar bo'lsin o'sha jodugar. Seni nimalar qildiki bunchalar o'zgarding? Oyi, men bu yerga Maryam haqida gaplashgani kelmadim. Sizni olib ketgani keldim. Endi men bilan yashang. Men bu yerdan hech qachon ketmayman. O'shanda ham aytganman senga. Bu yerda sizni nima ushlab turibdi? Mayli, mendan xafa bo'ling, arazlang, lekin endi bir umr boshqa joyda yashaymizmi? Men sendan emas, o'zimdan xafaman. Senga yaxshi tarbiya bera olmabman. Dunyoni ko'raman, odam bo'laman desam, ushlab qololmaganingizmi, tarbiya bera olmaganingiz? Yoki maktabga yubormay, qo'yningizga solib, qul qila olmaganingizmi? Ona xunuk kulib yubordi. Xo'sh, ketib kim bo'lding? Hozir kimsan, qul bo'lmay? Oldin o'sha jodugarning o'ziga, endi bolasiga qulmasmisan? Rozining jahli chiqib ketdi. Men hech kimning quli emasman, oyi. Men Maryamga uylandim.
Ona o'g'lining keskin gaplaridan bir necha lahza jim bo'lib qoldi. So'ng bir amallab g'azabini bosib gap boshladi. Aslida sen unga emas, u senga uylangan. Mana endi hammasini tushundim. Ajali yaqin qolganini bilgan ekanda. Shuning uchun senga tegib olgan. Mana bu bolasiga sendaqa yuvosh ota kerak bo'lganda, uning sendaqa qullari ko'pdir, sen ham o'shalarning bittasisan. Yig'ishtir xom xayolni, ko'zingni och. Oyi, men ham xuddi siz aytganday deb o'ylagandim, lekin buning mutlaqo teskarisi bo'lib chiqdi. O'zingni o'zing aldab shu cho'pchakka ishondingmi? Salgina aqli bor odamdan so'ragin, xuddi mening gapimni aytadi. Ayol kishining makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi deb bekorga aytilmagan. Biz ayollar o'zimiz xohlagan narsaga yetish uchun qo'limizdan nimalar kelishini tasavvur ham qilolmaysan. Ayol kishini ayol kishi biladi. O'sha xotinni bitta ko'riboq kimligini bilganman. Niyati yomonligini ham bilganman. Mana gapimning isboti. Boshingga nima kelgan bo'lsa, xuddi men aytganimday bo'lgan. Mana endi mana bu bolani ko'tarib kelganing ham xuddi shu. O'sha jodugar sening go'lligingdan foydalanib boshingni aylantirib reja tuzgan. To'riga boylab ilintirish uchun rosa ustalik bilan tuzoq qo'ygan. Oyi, aytyapman-ku, orada men ham shunday deb o'yladim, lekin bu shubha gumonlarim allaqachon tarqab ketdi. Nega yana yangitdan yaramga tuz sepyapsiz? Ha, mendan yana nima kutganding? Bo'ldi, yig'ishtir. Haqiqatni tan ol undan ko'ra. Aldanganingni, adashganingni tan ol. Roziya onasining gaplaridan siqilib qoldi. Cho'ntagidan 2 ta dori olib, suv ham izlamay yutib yubordi. Nima qildingiz, oyi? Yoningizda o'tirish uchun shu norasida boladan voz kechaymi? Ammo onaning xayoli allaqachon boshqa narsaga chalg'ib bo'lgan edi. U xavotirlanib so'radi. Qanaqa dori ichding hozir? O'g'il suv to'la ko'zichani olib 1-2 ho'pladi. So'ng javob berdi. Hech narsa. Onaning xavotiri kuchayib o'rnidan turdi. O'g'lining oldiga kelib, mutlaqo boshqa, mehr to'la ovoz bilan so'radi. Nega 2 ta ichding? Senga nima bo'ldi, bolam? Qayering og'riyapti? Rozi ko'zachadan yana suv ichdi-da, joyiga qaytarib qo'ydi. So'ngra yengi bilan og'zini artdi. Oddiy darmondori, oyi. Darmondori? Og'ir kasal bo'ldingmi? Nega bunaqa dori ichadigan bo'lib qolding? Rozining qanchalik charchagani, yuragi qanchalik ezilgani mana endi rostmana sezildi. U kursini tortib holsizgina o'tirdi. Men bilan ketasizmi? Dilbandini bu ahvolda ko'rgan onaizorning ko'ngli yumshadi. Ketolmayman, bolam, ketolmayman. Lekin men bilan qol deb seni ham majburlamayman. Sizni bu yerda yolg'iz tashlab ketolmayman. Ketishing shartmi o'zi? Ikkoving ham shu yerda yashayveringlar. Rozi kaftlarini yuziga qo'ydi. So'ng bo'g'iq ovozda javob berdi. 1-2 ta zarur ishlarim bor-da, oyi. Qanaqa ish? Rozi onasining savolidan keyin o'ylanib qoldi. Rostdan ham, endi ular shahar bilan bog'lab turadigan hech narsa qolmagandi. Bor budidan, sevgan ayolidan judo bo'ldi. Uni shaharda ushlab turadigan birgina sabab Vohid edi. Vohid esa u bilan shu yerda, onasining yonida yashasa ham bo'ladi. Ammo Rozi Vohidga o'zi yashagan hayotni, o'zi yashagan muhitni ravo ko'rgisi kelmadi. Maryam orzu qilgandek, Vohidga erkin kelajak qurish imkonini berish kerak. Ona o'g'lining ikkilanib turganini sezdi. Menga qara, Rozi. Mayli, yana 1 yil yura qol o'sha shaharda. Shundan keyin ham shaharda qolaman deb turib olsang, o'zim boraman yoningga. Nima deysan? Hozir boraversangiz bo'lmaydimi? Ona ma'yus jilmayib, Rozi hech kutmagan so'zlarni aytdi. Parvardigorga duo qil, bolam. Shu 1 yil ichida hayotimning eng go'zal damlari o'tgan yerlar bilan vidolashib, o'zimni bu yerdan ketishga ko'ndira olayin. Faqat 1 yil oyi, keyin sizni olib ketgani kelaman. Vohidning 1 oylik ta'tili qishloqda o'tdi. Bu kunlar uchovining ham hayotidagi eng baxtli onlar qatoriga kirdi. Har kuni tongda quyosh chiqmasdan uyg'onishar, quyosh chiqishini tomosha qilishardi.
Keyin qishloq hayoti boshlanardi. Hayvonlarga yem, suv berish, tovuqlarga don berish, katakdan tuxum terish, sigir sog'ish, tomorqadagi sabzavotlarning tagini chopish, sug'orish, qaysi meva yoki sabzavot pishgan bo'lsa, nonushtaga terib chiqish. Xullas, nonushtagacha hammaning ishtahasi ochilib, qorni ochib qoladi. So'ng o'sha noz-ne'matlardan nonushta tayyorlab, mazza qilib yeb olishardi. Qorin to'ygach bozorga borib, kuni bilan bozor aylanishardi. Vohid ayniqsa muzqaymoq sotadigan amakining oldiga borishni, Rozining onasi bilan ko'kat sotadigan ayolning har kungi janjallarini tomosha qilishni yoqtirib qoldi. Shu bilan kun oxirlab qolardi. Rozi o'rmonga borib o'tin qilardi. Vohidni ham o'zi bilan olib ketardi. Bir kuni u Vohidga mana shu tut daraxti ostida Maryam bilan qanday tanishganini, uni qattiq sevib qolganini, keyin unga uylanganini aytib berdi. Rozi bolaga onasi haqida so'zlar ekan, ikki ko'zi bolaning yuzidagi ifodada bo'lar. Butun e'tibori bola bu gaplarni qanday qilib qabul qilishiga qaratilardi. Lekin g'alati jihati shunda ediki, Vohid onasi haqida yoki uning hozir qayerda ekani haqida aslo so'ramas. Rozining ba'zan quvonch bilan, ba'zan ko'zlari biroz namlanib, to'lib-toshib so'zlayotgan hikoyalarni indamay eshitardi. Quyosh botgach, uchovi kamin atrofida kechki ovqatga o'tirishardi. Onasi kechqurunga ko'pincha ko'kat sho'rva qilar, ammo ba'zan kechki ovqat kartoshka bilan nondangina iborat bo'lardi. Alov atrofida o'tirib, ovqatni yeb, mazza qilib gaplashishardi. Vohid Rozining onasiga maktabdagi sarguzashtlarini juda qiziq qilib aytib berardi. Ana-mana deguncha bir oylik ta'til tugashiga ham 2 kun qoldi. Uchovlan doimgidek kamin atrofida gaplashib o'tirishdi. Vohid Rozining bag'riga uxlab qolgach, o'g'il onaga ertaga yo'lga chiqish kerakligini, Vohidning maktabi boshlanayotganini aytdi. Ona bu ta'til bir oy ekanini bilgan bo'lsa ham, bu e'lon unga kutilmagan zarba bo'ldi. U birpasda mahzun bo'lib qoldi. Rozi buni ko'rib, onasini o'zi bilan ketishga yana ko'ndirmoqchi bo'ldi. Oyi, biz bilan ketaversangiz bo'lardi. Mening ham ketgim kelyapti bolam, lekin ko'nglim bo'lmasa nima qilay? Biroz vaqt kerak. Mayli, 1 yil dedingiz-ku, to'g'rimi? Ha, bolam, 1 yil. Rozi quyosh zamin uzra nur sochmasdan uyg'onib, narsalarini yig'ishtirdi-da xonadan chiqdi. Eshikni yopayotib Vohidga qaradi. Bolakay shiringina uxlardi. Rozi tashqariga chiqib, onasini qidirdi. Ona odatda bu paytda og'ilxonada quymalanib yurgan bo'lardi. Rozi og'ilxona eshigini ochdi-yu to'xtab qoldi. Ona erining qabri yonida o'tirar, tovuqlar esa uning atrofida don cho'qilab yurishardi. Rozi yaqin kelib, onasining yoniga o'tirdi. Onasiga qo'shilib otasining qabriga jimgina termilib o'tirdi. So'ng qo'lini onasining yelkasidan o'tkazib, bir og'iz so'z aytmay, uni bag'riga mahkam bosdi. Bir necha daqiqa shu holatda turgach, o'rnidan turib, og'ilxonadan chiqib ketdi. Ona bola bir og'iz ham gap aytmay, his-tuyg'ulari bilan to'lib toshib, so'zsiz vidolashuv bilan kifoyalanishdi. Rozi bilan Vohid Moviy Sharshara ko'chasidagi uyiga kech kirganda yetib kelishdi. Oldin Sabohlarnikiga birrov kirib chiqishdi. Saboh ham, Xanin ham Vohidni rosa sog'inishgan ekan. Ikkovni o'tirg'izgani joy topolmay qolishdi. Sizlarni rosa sog'indik, bugun shu yerda qolinglar deb rosa yalinishdi. Lekin Rozi o'zining to'shagida yotmasa uxlay olmasligini bahona qildi. Ularga nonushtani birga qilishni va'da berib, uylariga chiqib ketishdi. Tong otgach, va'daga muvofiq nonushtaga chiqishdi. Saboh Roziga qahva uzatayotib so'radi. Ta'til qalay o'tdi? Kecha bemalol gaplasha olmadik. Rozi tabassum qildi. Vohiddan so'rang, Vohiddan. Vohid og'zida non bilan javob berdi. Rosa zo'r bo'ldi. Xanin kulib suhbatga qo'shildi. Qayerga bordinglar o'zi? Buvimnikiga. Saboh Roziga yalt etib qaradi. Oyingiz yaxshi ekanlarmi? Rozi qahvadan simirdi. Ha, yaxshi ekanlar. Biz bilan yuravering, men bilan birga turing deb rosa yalindim. Xanin bir onasiga, bir Roziga qarab so'radi. Nega kelmadilar?
bir umr o'rgangan qishloqni tashlab ketish oson emas-da, ayniqsa onam uchun. Saboq xo'rsindi. Men onangizning holatini rosa tushunib turibman. Lekin keyingi yilda boraman deb va'da berdilar. Zo'r-ku, juda yaxshi bo'lardi. Saboq devordagi soatga bir qarab qo'yib, Roziga yuzlandi. Endi nima qilmoqchisiz? Birinchi navbatda shifoxonaga bormoqchiman. Saboq xavotirlandi. Nega, mazangiz yo'qmi? Yo'q, lekin ichib yurgan dorilarim tugab qoldi. 2 hafta bo'ldi. Doktor o'zim aytmaguncha bu dorini to'xtatmang degan edi. Xanin Roziga achinib qaradi. Dori tugaganda mazangiz bo'lmadimi yana? Yo'q, hech narsa bilingani yo'q. Rosa zo'r yurdim. Oyog'im ham umuman og'rimadi. Butunlay tuzaldi shekilli. Lekin ko'proq yursam barmoqlarim biroz tortishyapti. Shunga har ehtimolga qarshi doktor Nojiga borib ko'rinib qo'yay deyapman-da. Dorilarni qachongacha ichishimni ham so'rab olaman. Saboq Vohidga bir qarab qo'yib, Rozidan so'radi. Vohidni ham olib ketasizmi? Vohid, nima deysan? Men doktorga borib kelishim kerak ekan. Xolang bilan o'tirib turasanmi? Bolakay Roziga qaramasdan javob berdi. Ha, shu yerda qolaman. Xanin Vohidga ham hayrat, ham quvonch bilan qaradi. Voy, umrida birinchi marta bir o'zim qolaman deyapti-ya. Rozi jilmaydi. Bu onamning sharofati. Vohidga yur bolam, tuxum terib kelamiz deb yurib, mensiz hamma bemalol yurishga ko'ndirdi. O'shandan beri men o'rmonga borsam ham uyda o'zi bemalol yuribdi. Katta bo'lib qoldi-da, o'g'il bola-ku, axir nimadan qo'rqadi? Saboq xursand bo'lib ketdi. To'ppa-to'g'ri, bemalol borib kelavering. Sizni tushlikda kutamiz. Rozi tabassum qildi. Xo'p, rahmat. Rozi uydan chiqib taksiga o'tirdi. Haydovchiga shifoxonaga borishni aytdi. Yo'lda bozorning oldida o'tib ketayotib, zargarning do'koniga ko'zi tushdi-da, haydovchiga shu yerda birpas to'xtab turishni iltimos qildi. Mashinadan tushib do'konga kirdi. Har doimgidek eshikdagi qo'ng'iroq jiringladi. Zargar uni xuddi hech narsa bo'lmagandek kutib oldi. Qaytibsan-da? Yaxshi. Kel o'tir, ishni boshlaymiz. Men ishlashga kelganim yo'q, shunchaki ko'rib ketay degandim. Shuncha o'rgangan hunaring nima bo'ladi? Nimani o'rganibman? Bu yerda hunar o'rganishga ulgurganim ham yo'q-ku. Zargar tortmadan 3-4 ta taqinchoqni olib peshtaxtaga qo'ydi. Qani, bu yoqqa kelchi. Rozi peshtaxta oldiga keldi. Zargar taqinchoqlardan birini olib so'radi. Mana shu tillaning vazni qancha chiqadi? 25 gram. Zargar boshqa taqinchoqni ko'rsatdi. Bu-chi? 40 gram. Bunisi-chi? Bu tilla emas-ku, mis ekan. Nega so'rayapsiz? Zargar taqinchoqlarga ko'z yugurtirib, kulimsirab qo'ydi. To'xtachi, u shunday deb boshqa taqinchoqni oldi. Bunisi kumush. Qancha chiqadi mana shuning vazni? Bu kumush emas, oq oltin-ku. Sizga nima bo'ldi? Farqiga bormay qoldingizmi? Zargar taqinchoqni joyiga qaytarib, Roziga jiddiy qaradi. Yo'q, juda yaxshi farqiga boraman. Lekin mening yonimda bir necha oygina yurib, sen ham xuddi mendek farqiga boradigan bo'lib qolding. Shuni senga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim, xolos. Sendagi bu tajriba, bu mahorat hozir shahardagi uncha-muncha zargarda yo'q bo'lam. Rostdanmi? Sen nega kelding o'zi bu yerga? Qolgan haqqingni olishgami? Yo'q, endi kerakmas. Menga qarang, tashqarida taksi kutib turibdi. Men unda nega kelding axir? Mana bu zanjirni sotishga majbur bo'ldingmi? Sotasanmi? Nega hadeb so'raverasiz, a? Bu narsa sotilmaydi deb necha marta aytganman-ku. Sen bu yerga birinchi marta kelganingda uning narxini bilmas eding. Shuning uchun senga qancha pul beraman desam ham aldayapti deb o'ylagansan. Lekin endi sen uning haqiqiy narxini bir qarashda ayta olasan. Qani narxini jamalab ko'rchi, masalan, kimdir kelib, men shuni sotaman desa qanchaga olarding? Rozi zanjirni xuddi birinchi marta ko'rayotgandek tajribali barmoqlari bilan ushlab ko'rdi. Unga zargarning ko'zi bilan qaradi. Unchalik ko'p bermas edim, aslida esa umuman sotib olmagan bo'lardim. Chunki sifati unchalik zo'r emas. O'zi faqat ustigina kumush bilan qoplangan. Ana, ko'rdingmi?
Sen bo'lsa evaziga qancha pul beraman desam ham sotmayman deb turib olgansan. O'zi men bu yerga shuning uchun keldim. Yoningizda ishlab yurib, ish o'rgandim. Keyin sal tajribam oshdi. O'shanda bu zanjir unchalik qimmat narsa emasligini bildim. Bunchalik jon kuydirishingizga arzimas narsa ekan. Nega unga yopishib oldingiz? Menday notanish bir odamni birdan ishga olib, hunar o'rgatdingiz. Men oldingizga shuning sababini so'ragani keldim. Bu arzimagan taqinchoqni nima qilmoqchisiz o'zi? Xohlasangiz o'zingiz bundan ham yaxshisini yasab olishingiz mumkin-ku. Sen faqat tilla yoki kumushni emas, odamning ichidagi gapni ham biladigan bo'lib ketibsan. Ha, bu zanjirning asl qiymati sariq chaqaga ham arzimasligi mumkin. Lekin u men uchun bebaho, Rozi. Bu zanjir menga nihoyatda qimmatga tushgan. Men uni sendan qaytarib olmoqchi edim. Qancha desang ham berishga tayyor edim. Uni olib umr bo'yi ishongan, shu kunga yetib kelishimga sababchi bo'lgan prinsipimni o'zim uchun isbot qilmoqchi edim. Lekin sen umidlarimni puchga chiqarding. Men ishongan barcha prinsiplarni yer bilan yakson qilding. Qaytarib olmoqchi edi, dedingizmi? Bu nima deganingiz? U siznikimidi? Rozi, borib taksiga javob berib yubor. Men senga juda ko'p narsalarni aytib berishim kerak. Rozi chiqib, kutaverib biroz jahli chiqa boshlagan haydovchidan uzr so'radi. Unga kelishilganidan ham ko'proq pul berib, rozi qildi. So'ng yana qaytib do'konga kirdi. Do'konchi eshikni ichkaridan qulflab, Rozini o'zining xonasiga olib kirib, kursiga o'tirg'izdi. Menga quloq sol. Senga hammasini aytib beraman. Men seni ishga olganimda menga yordamchi kerak emas edi. Buni o'zing ham sezgansan-a? Ha, bilganman, sal keyinroq. Shunchaki negadir menga yaxshilik qilmoqchi deb o'ylaganman. Shuning sababini bilmoqchi. Uni sezgan bo'lsang, aslida men juda unchalik hojatbaror odam emasligimni ham ko'rgansan, bilgansan. Xullas, menga o'sha sendagi zanjir kerak edi. Shuning uchun ishga olganman. Kattaroq pul bersam yoki buning unchalik qimmat narsa emasligini bilsa sotib yuborsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin adashgan ekanman. O'zi men hayotda juda qattiq adashgan odamman. Zargar chuqur o'q tortib, peshtaxta ortidagi yog'och kursiga o'tirdi. Rozi ham omonatgina o'tirgan kursiga tuzuqroq joylashib olib, so'radi. Juda ko'p narsani aytib bermoqchisiz shekilli. Kitobning davomi bor. Davomini tinglash uchun kanalga obuna bo'ling.